Rahmat aka, hormang, nima qilyapsiz? Salomat bo'ling aka. Mehnatlar xudo xohlasa rohatini ko'rib, mana qilgan mehnatlarimiz mana mevasini ko'rib turibsiz-da. Yaqinroq olib keling mana kamerani. Aka, xudo xohlasa juda katta ob'yomda ko'chatlar tayyorlaganmiz. Hozir mana shu ko'chatga ko'rsatgan ko'chatlarimiz bu mevasigacha bor mana shu manikür finger. Ishonchlimi, garantiyalimi degan o'sha yangi boqmoqchi bo'lgan dehqonlarimizga mana qarang. Ko'p mana shunaqa qilib meva berib yuborgan mana. Mana. Endi pishirgan novdalari xudo xolasa mana. Mana. Bo'yingacha ko'rsataverasiz. Xudo xolasa 1,5 metrdan o'tgan. Kimga mana shunaqangi ko'chatlar kerak bo'lsa, katta ob'yomda tayyorlab qo'yganmiz. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Kommentariyada qaysi navdan boqmoqchisiz, shuni yozib qoldiringlar, qadrli kuzatuvchilar. Keyingi videolarda boshqa navdagi ko'chatlarni ham ko'rsatib boramiz. Bizga obuna bo'lib, videoni uzum ekaman degan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.